Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda aytayaptiki, Alloh taoloni hurmat qilishlikdandir, mana bu shaxslarni hurmat qilishlikdir deb turib aytyapti. Qur'on sohibini deyapti. Va yana shart qo'yapti. U Qur'on sohibi kim bo'lishi kerak? G'ayril ghali fihi. Qur'onda g'uluv ketmagan, ya'ni bid'atlashmagan, Qur'on ilmida bid'atlashmagan. Qur'on sohibi deganda Qur'on yodlovchi, Qur'on mufassiri, Qur'onga amal qiluvchi qori nazarda tutiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadiki, aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Mening ummatimning munofiqlarining aksariyati, ko'pchiligi kimlar degan? Qorilardir degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda, ixlos to'g'risida kelgan hadisda aytadiki, aslida u Allohning yuzini istamasdan, ixlosi Alloh uchun bo'lmagan qori jahannamga uloqtiriladi. Ya'ni jahannamga qiyomatda birinchi bo'lib uloqtiriladiganlardan bittasi, ulardan bittasi kim? Qoridir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ayril ghali fihi, Qur'onda g'uluv ketmagan, Qur'on ilmida g'uluv ketuvchi kimsa shuki, u Qur'on uni ehtimol ham qo'ymagan narsani ushlab oladida va u borada bid'atlashib ketib qoladi. Qur'on uni aytmagan narsalar bilan Qur'on uni aytayapti deb turib tafsirlaydi, noto'g'ri bayonlaydi va yana Qur'on ilmida u bid'atlashadi. Qur'on ilmida g'uluv ketmagan kimsa va yana Qur'onni tark qilib qo'ymagan va unga bee'tibor bo'lmagan Qur'on sohibi hurmat qilinadi deyapti. Ya'ni Qur'on yodlab turib uni tark qilib qo'yganlar mana bu hadisda mazammatlanyapti. Qur'on yodlaganu unga amal qilmaydi. Qur'onni yodlaganu unga bee'tibor, na murojaasi bor, na kunlik virdi bor, na uni tafsirlari, na uni ma'nolariga e'tibor bermaydi. Uni shundaylar tark qilib qo'ygan, quruq yodlab qo'ygan. Mana bu quruq yodlab qo'yishlikni mazammatlangan yeridir shu. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni yodlab uni tark qilib qo'ymagan kimsa hurmat qilinadi deyapti. Ya'ni buni aksi, Qur'onni yodlab turib, uni na murojaasi, na undan qasd qilingan narsalar, tafsirlari, na uni tadabburi, na uni ta'ammuli, na unga amal qilishlik bo'lmaydigan bo'lsa, u inson hurmat qilinmaydi deyapti.